300 necha to'rdishim bo'lsa-mu, ammo yana yolg'izlik his qilman. Garchi ular bilan har kuni parangichib tursam-mu, ular meni haqiqiy tonimaydi. Beshingizni ko'taring. Bizdagi gumonlar oramizda bo'layotgan aloqadan keladi. Men to'rdoshlarimning ko'ziga qaraymi yoki ularning o'zi qo'yib olgan to'rdagi ismiga qaraymi? Kunlarning birida shuni his qilib yetdimki, atalmish ijtimoiy to'r aloqasi bizning ko'rganlarimizga o'xshamaydi ekan. Biz kompyuter yoki telefonlashgan vaqtimizda o'xshashli bir vaqtda bir-birimizning ichki dunyomizning aloqa almashtirish ishini yapgan bo'lamiz. Chunki ko'rganlarimiz afsus hammasi bir xil soxta qiyofat. Agar ma'lum bir kun siz internet dunyosidan ayrilib qolsangiz, shuni his qilsizki, biz yashab o'tgan turmush bir xil odamni gangirtirgan turmush. Asli biz xo'jayin bo'ldigan, ammo bizni qul qilgan turmush. Bir xil manfaatparastlikni o'ylaydigan, o'zimizning sirtqi qiyofatini va o'zimizni sirtqi yeyishni o'ylaydigan turmush. Dunyoda savdogarlar bizning shaxsiy uchurlarimizni bazaga sanmoqda. Biz faqat eng yaxshi tarafimizni boshqalar bilan ham bahrlanamiz. Afsus, bu xil ham bahrlanishda hech qanday ichki hissiyotimiz mavjud bo'lmagan. Hayotda eng xushallanarli bo'lgani boshqalar bilan turmushning go'zalligini o'rtoqlashish. Ammo shu go'zal turmushingizda boshqalar mavjud bo'lmay qolsa, biz o'xshashli xushal bo'la olamizmi? Biz hamisha bir qator yasash va mubolag'alashtirishlardan o'tgan yo'llanmalarni yo'llayapmiz. Bu faqat boshqalarning maqtashiga erishish uchun emasmi? Biz to'xtamasdan do'stlar chambarkini yanglaymiz. Hammasi bir qator moda yaqin bo'layotgan yozma va rasmlar. Ko'rinishda turmushimizni sarxillashtirayotgandek, rostli siz va mening turmushimda yuz berayotgandek. Ammo bizga shunisi noma'lumki, shu narsalarni ijtihod bilan ko'ngil qo'yib ko'rdiganlar bormidi? To'rdan yiroqlashing. Sizlik shu vaqtni sarf qilib bir parcha kitob ko'ring. Ota-onangizga hamroh bo'ling. Atrofingizga har bir ishga nazaringizni og'diring. Oltin vaqtingizni haqiqiy va ahamiyatli ishga sarf eting. Urug' tuqqan do'st birodarlaringiz bilan birga bo'ling. Ular bilan paranglashing, muңlashing. Telefon yoki kompyuteringizga qarab o'tirmang. Sizga lozimligi boshqalar bilan fikrlashib, aloqa bog'lash. Mening bardoshlik beramaydiganim bo'lsa, do'stlar yig'ilishlarda hammalarning boshlarini sangiltib, telefonga qarab o'tirishdir. Biz to'pdan ayrilgan holatni shakllantiryapmiz. Boshqalar bilan til orqali fikrlashni qanoatlantirganimiz yo'q. Atrofimizda farzandlarimiz tug'ilgan kundan boshlab bizning kontrol holatidagi mashina odamdek yashaganimizni ko'rib kelyapti. Men bu balalik vaqtlarimda hozirgi balalardek uyga bekinolmaydim. Men va do'stlarim sirtlarda qong'ich o'ynashatdik. Hatto oyoqlarimiz yertilib ketdi, tizlarimiz yorilanadi, ammo biz yana o'zini olaydik. Chunki u haqiqiy bizga tava bo'lgan realni xushallik. Ammo hozir bularning hammasi ozlab ketdi. Biz hozirgi zamon odamlari faqat boshni cho'kirib, telefon o'ynashni biladigan bir to'p kishilar. Beshimizni ko'taraylik, telefonni qo'yaylik. Atrofimizga ishlar va odamlarga nazarimizni og'diraylik. Ular bugungi qiziq nuqtangiz bo'lsin. Siz ularning bugungi qiziq nuqtasi bo'ling. Biz haqiqiy fikrlashga muhtoj. O'zingiz turgan joyingizda hamon o'zgarish hosil bo'ldi. Siz necha yuz odamga bayon qilgan ishingizni doklad qilishga ehtiyojli emas. Ehtiyojli bo'lganingiz oila. Siz tunji qitim illiq bag'ringizga bosadigan farzand. Siz orom olishni xohlagan chog'ingizda u sizni kecha-kecha uxlatmaydi. Mana bu haqiqiy baxt ichidagi boshqa tinchlik. Ammo bir kunlarda u cho'ng bo'lib, bir oilaning egasi bo'lganda, bir kun nevringizni bag'riga bosalganingizda, u sabiy ovoz bilan sizni bova deb chaqirganda, siz vaqtning uchqanligini, hayotning qisqaligini his qilasiz. O'tgan hayotingizni o'ylaganingizda o'zingizdan xursand bo'lasiz. Qobiliyatsizlik qilib hayotingizni behuda ishlarga o'tkazmaganingizga xursand bo'lasiz. Hayot batmichaklikdir. Vaqtingizni mavhum to'r dunyosiga isrof qilib o'tmang. Shu daqiqada biz yana to'xtamasdan uchurlarni avatish va qabul qilish bilan oldirashmiz. Biz bir kun vaqtimizni sarf qilib, yaqinlarimiz bilan realni aloqa bog'lay olsak, balkim buningda muqamlashgan ish bo'lmamiz kerak. Turmushingizni laylab yurgan to'r dunyosiga agishtirib o'tmang.
boshqalarga muhabbatingizni bering. Yurak avatish emas, shunday boshqalarning tor dunyosidagi e'tiborsizliklaridan tit bo'lib yurmaysiz. Telefonni qo'yib, beshingizni ko'taring. Diqqatingizni bo'lgan ishlarni tashlab, bo'sog'ingizdan atlab, real dunyoga chiqing. Bu qisqa filmni ko'rgandan keyin endi yangi turmushingizni boshlang. Tor dunyosidagi eng yaxshi boshlamchingiz Misronim Torbekdir. Misronim